Qaynog'am ignasini shu qadar ustalik musiqa bilan tiqdiki, na kattaligini sezdim, na yugonligi sezilmadi. Lekin baribir ham anchadan buyon ukolmagandim. Juda ham og'ridi. Musiqa. Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizni juda tayyorli hikoya kutyapti. Musiqa. Oxirigacha biz bilan qoling. Men hayotimda shuncha sinovlarni boshdan kechiraman deb o'ylamagandim. Musiqa. Voqealar kechagi kun kabi yodimda. Men va erim bir-birimizni sevib, orzular, musiqa bilan turmush qurdik. O'zimizcha rejalarga toyib toshgan edik. Uy quramiz, farzandlarimizni voyaga yetkazamiz, ota-onamizga musiqa, suyanch bo'lamiz deb niyat qilgandik. Ammo hayot har doim ham insonning rejasiga qarab ish, musiqa tutmaydi ekan. Bir kuni erim og'ir kasallikka chalinib qoldi. Avvaliga oddiy shamollash deb o'yladik musiqa, ammo vaqt o'tishi bilan uning ahvoli og'irlashdi. Shifokorlar ham yordam bera olmadilar. Qisqa musiqa. Vaqt ichida erim olamdan o'tdi. Men yosh umidlarim hali oldinda, ammo musiqa qalbimda katta bir bo'shliq paydo bo'ldi. Eri vafot etgan kelin sifatida qishloqda musiqa yashash oson emasdi. Ko'pchilik endi taqdiriga rozi bo'lib ota-onasining uyiga qaytsin, musiqa derdi. Lekin qaynotam boshqacha qaror qildi. U meni yoniga chaqirib, musiqa, qizim, sen bizning uyimizning kelini bo'lib qolding. Biz seni begona qilmaymiz, ammo o'zing ham hayotda yolg'iz, musiqa, qolishingni xohlamaymiz, dedi. Oradan ko'p o'tmay qishloqda g'ibatlar avj oldi. Kelinni qaynogasiga olib bermoqchi degan gaplar, musiqa, qulog'imga chalinardi. Avvaliga bunga ishonmadim. Lekin bir kuni qaynotam o'zi shu gapni aytdi. Musiqa, o'g'limning joyi jannatda bo'lsin. Lekin sen ham ayolsan, yozsan. Musiqa, biz seni boshqa odamga bermaymiz. Qaynogang o'sha seni tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan musiqa yagona odam. Sizlar birga uyimizdan issiqlik ketmaydi, musiqa, dedi u qat'iy ohangda. Men hayratda qoldim. Qaynogam ham shu uyda ulgaygan. Men esa unga doimo jiyan singari qaraganman. Musiqa. Shu paytgacha uni boshqa ko'z bilan tasavvur ham qilmagan edim. Ammo qaynotamning gaplaridan so'ng ichimda ikki xil tuyga uyg'ondi. Bir tarafim qarshi edi, musiqa, ikkinchi tarafim esa hayotimni qaytadan qurish kerakligini his qildi. Qishloqda esa gap-so'zlar, musiqa tinmasdi. Ba'zilar to'g'ri qaror, uy buzilmaydi desa, boshqalar bu noto'g'ri derdi. Qaynogam esa boshida bu taklifni eshitganda hayron, musiqa bo'ldi. Ammo u ham vaqt o'tishi bilan bu qarorga rozi bo'ldi. Musiqa. Oxir kuni qishloq ahli to'plandi. Qaynotam hammaga qarab, bu mening qarorim. Bu kelin bizning oilamizning yuzini yorug' qilgan. Men uni boshqa uyga bermayman. O'g'limning o'rnini endi akasi musiqa bosadi, dedi. Shunday qilib men qaynogam bilan yangi hayot boshladim. Avvaliga juda qiyin bo'ldi bir-birimizga ko'nikish, musiqa, yangi oilaviy munosabatlarni yo'lga qo'yish. Lekin vaqt o'tishi bilan biz bir-birimizni tushunib, musiqa, qo'llab-quvvatlay boshladik. U menga hurmat bilan muomala qildi. Men ham unga. Musiqa. Yillar o'tib oramizda mehr mustahkamlandi. Men hayotimdagi og'ir yo'qotishdan keyin yana tabassum qila boshladim. Musiqa. Endi tushundimki, ba'zan taqdir bizni kutilmagan yo'ldan olib boradi. Lekin bu yo'l ham baxtga yetaklashi, musiqa, mumkin ekan. Yangi hayotim boshlangach avvaliga og'zimni juda begona his qilardim. Musiqa. Qaynogam endi rasmiy ravishda erim menga yaqinlashishga shoshilmasdi. Musiqa. U ham ehtiyotkor, men ham, ikkovimiz ham bu o'zgarishga moslashish, musiqa uchun vaqtga muhtoj edik. Bir kuni kechqurun hovlida yulduzlarga qarab o'tirganimda qaynogam yonimga kelib, musiqa, so'ng ovozda gap boshladi. Men seni majburlab hayotingga kirganim, musiqa, yo'q, dedi u, ammo bilaman sen yolg'izlikdan ko'p qiynalding. Men ham seni yolg'iz qo'ymayman. Uning bu so'zlari qalbimdagi muzlarni asta-sekin eritdi. Musiqa. Men ham jilmayib. Men seni hech qachon begona bilmaganman. Musiqa. Faqat bu yangi hayotga o'rganishim kerak, dedim. Musiqa. Shundan keyin biz ko'proq suhbatlashadigan bo'ldik.
U meni har doim hurmat bilan tinglar, har bir muammomda yonimda turardi. Qishloqda musiqa esa hanuzizcha. Gap-so'zlar tinmasdi. Ba'zilar qaynogasiga erga tegish uy musiqa ichida sovuq urmaslik uchun yaxshi qaror desa, boshqalar bu noto'g'ri boshqa odam topilsa, musiqa bo'lardi derdi. Lekin men endi bularni qulog'imga ilmasdim. Chunki bilardim odamlar nima desa desin mening baxtimni musiqa ular yashamaydi. Bir yili bizga katta sinf boy. Qaynotam og'ir kasallikka musiqa chalinib oylar davomida yotib qoldi. Shu davrda men butun kuchimni unga musiqa qarashga sarfladim. Qaynogam ham ishlari orasida har kuni uyga yugurib kelar. Otasining musiqa yonida bo'lar edi. Bir kecha qaynotam menga qarab, "Qizim, men senga shukr qilaman. Musiqa, agar sen bo'lmaganingda bu uycha avval sovib ketardi. Endi ko'zim yumulsa ham dilim tinch, musiqa", dedi. Uning bu so'zlari ko'zlarimni yoshga to'ldirdi. Men ham uni otamdek musiqa yaxshi ko'rganimni his qildim. Yillar o'tib bizning uyimizga farzandlar sadosi kirdi. U paytlar men allaqachon qaynogamni faqat erim sifatida musiqa ko'ra boshlagan edim. Farzandlarimiz ulgaygan sari uyimizda yana kulgu va shodlik qaytdi. Qishloqdagilar musiqa ham endi bizning oilamiz haqida gap qilmay qo'yishdi. Bir kuni qishloqdagi ayollardan biri menga qarab, "Dastlab bu qaroringni tushunmagandim, ammo endi qarasam, musiqa, sen eng to'g'ri yo'lni tanlabsan. Uy buzilmay qoldi, bolalar baxtli", dedi. Musiqa, men jilmaydim, chunki hayotim o'sha og'ir kunlardan keyin ham menga tabassum qilgan edi. Musiqa, endi orqaga qarab o'ylayman. Agar o'z paytda qaynotamning qaroriga qarshi chiqqanimda, balki bugungi musiqa baxtim bormasdi. Taqdir meni sinovdan o'tkazdi. Lekin shu sinf orqali menga ikkinchi imkoniyatni berdi.